Salom qadrdon kuzatuvchilar. Bugungi video roligimiz ajoyib qiziqchi hamda aktyor O'ktam Qoraboyev haqida bo'ladi. Yoz uka. Kamina 1971-yil 22-avgustda Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Arabxona qishlog'ida tavallud topdik. Kechiramiz deb aytaveramiz. Ajoyib aktyor hamda qiziqchi O'ktam Qoraboyev 1971-yil 22-avgust sanasida Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanida ziyolilar oilasida dunyoga kelgan. Ushbu aktyor oilasida 6 farzandning eng kattasi bo'lgan. 5 o'g'il va 1 qiz. U yoshligidan san'atkorlikka qiziqqan va o'rta maktabni tamomlab, Toshkent teatr va rassomchilik san'ati oliygohida tahsil olgan. Ushbu oliygohdagi o'qishini yakunlab, o'z faoliyatini Samarqanddagi Hamid Olimjon nomidagi opera va balet teatrida boshlagan. O'ktam Qoraboyev qiziqchilikka G'ayra nomli hajviy guruhdagi ishtiroki orqali kirib kelgan. Keyinchalik bu aktyor Ko'zgu deb nomlangan hajviy ko'rsatuvida o'z faoliyatini davom ettirgan. O'ktam Qoraboyev aynan shu ko'rsatuvdagi ishtiroki bilan qiziqchi sifatida xalqimiz orasida yaxshi tanilgan. U o'z faoliyati davomida bir necha film hamda ko'plab hajviy ko'rsatuvlarda ishtirok etgan. O'ktam Qoraboyev 1994-yil 8-oktyabr sanasida uylangan. Uning 3 farzandi, ya'ni 2 qiz va 1 o'g'li bor. Ushbu aktyor 2014-yil 24-fevral sanasida 42 yoshida baxtsiz hodisa natijasida olamdan o'tgan.